Mana o'rtoqlar Bekto'pi bozoriga keldik. Ofitsialni dilerimiz yoniga takliflari va fikrlari bo'lsa bo'lishamiz. Assalomu alaykum Komil aka, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Bir necha yillardan beri Bekto'p bozorida o'z faoliyatini olib borayotgan Komil akam yoniga kelganmiz. Komil aka, Brickwood kompaniyasi haqida fikringiz va takliflaringizni bersangiz. Avvalambor xush kelibsiz Muzaffar. O'zingizning kompaniyangizga, ya'ni Brickwood kompaniyasiga mana dilerstvani berib, shunchalik ishonchga kirgizganingiz uchun kattakon rahmat deyman. Nima deymiz? Juda zo'r kompaniya. Hammaga taklif beraman. Shuncha yildan beri ishlaymiz, bir-birimiz bilan har xil katta inshootlarni, katta proyektlarni qildik Muzaffar bilan. Loft dizayni bo'yicha, vintajniy bo'yicha va hokazo. Men taklifim faqat ishlashimiz kerak bo'ldi Muzaffar. Boshqa takliflarim yo'q. Ham Brickwood kompaniyasi bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda diler so'zini qoldiring.